Assalomu alaykum. Cumhuriyetçiler Partisi a'zolari. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum ko'pchilik muhojiratga barliq Uyg'ur qarindoshlar. Bugungi programmamda ya'ni Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçiler Partisininki hafta bashirsini ochadigan oshlarninki o'rganishlarini mulohaza qilib beradigan mulohaza temasidagi mulohaza xarakterdagi videolarimniki davomi. Tunugungi videoda Najmiddin Sherifni zamonimizdagi Abboq xo'ja deb so'zlagan chog'da partiya a'zolarini bak ochiq kelib ketibdi. Shuni isbotlar bilan so'zlab bersammi, tushuntirib bersammi, hech bir o'zinglar hammani gapini to'g'ri deb ketib borsizlar, bu ovozlarni o'zini bevos qo'yib ketaverayman yana. Ko'pchilikka maydan birlikda endi meni Xudoyimning bir buyrug'ini bor o'xshaydi. Men chetga chiqqandim o'yladim, meni chetga chiqishimda Allohning bir hikmati bor. Meni mush ish uchun chiqatdi bu hayotlik deb o'yladim men. Şu meni o'tamdi, chanamdi, men Xudoyim ilqinimda emas. Savzini pologa atab yaratgandek, Xudoyim meni mush partiyaga atab yaratgan bendichu men. İnşallah. Bir telefon kelib qoldi. Tamamla ovozi. Andikin o'ziniki ismini misolga elib turib, mening ismim Najmiddin Yulduz degan menda o'g'limning ismini Samo qo'ygan. Ma'nosi shu osmon, ko'k osmon. Dadamning ismi Qamariddin Oy degan gap. Dadam men o'g'limning ismini qo'shsa, Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçiler Partisininki bayrog'iniki ma'nosi chiqdi deb dadasining ismini xuddi Najmiddin qo'ygandek bu shunda udul gap qopdi desam bu uning fikrini yozibsizlar. Tamam. Endi ma'lum gapini qayta takror anglasanglarmi, shu Alloh tarafidan yeyotgan deb o'zining Abboq xo'ja ekanligini Abboq xo'ja ekanligini deydi. Shunda kechiring o'zra. Yana bir anglaylik. Endi meni Xudoyimning bir buyrug'ini bor o'xshaydi. Men chetga chiqqandim o'yladim, meni chetga chiqishimda Allohning bir hikmati bor. Meni mush ish uchun chiqatdi bu hayotlik deb o'yladim men. Şu meni o'tamdi, chanamdi, men Xudoyim ilqinimda emas. Savzini pologa atab yaratgandek, Xudoyim meni mush partiyaga atab yaratgan bendichu men. İnşallah. Bir telefon kelib qoldi. Shundan keyin ularniki partiyaning ichida Facebooklarda boshqalar tashkil qilayotgan qo'shiqlarini o'qib berdim sizlarga. Xitoyning mana shunday bir qo'shiqlari bo'ladigan, uni oldingi videolardan bir qistirib o'tib ketdim. U Xitoyning qo'shiqlari shu Dongfang Chulayligi Mavzudong deydiganchu, Sharqdan chiqdi Qizil quyosh, Jungodan chiqdi Mavzudong, Sharqiy Turkistondan Najmiddin chiqibdi mana deb Najmiddinning ismini qo'shiqlarga qo'shib uzun partiyaniki qo'shiqlari desam uni machaqlab ketibsizlar. O'zinglarniki bir narsani o'tirib chiqarib qo'ysam, shu to'g'risida mulohaza qilsam nima ish ochilaydigansizlar bilmadim. Bir ig'ir besiqlik bilan o'ylab bekishinglarni, hozir qilayotgan ishlaringlarni, qilayotgan gaplaringlarni, shu qo'shiqlaringlarni o'zinglar anglab bekib, ayni zamondagi Abboq xo'janinki shundoq aqtog'liq, qartog'liq bo'lish jarayonidagi boshqa qilgan ishlarini Allohning tarafidan deyotgan shundoq meni mush partiyaga o'tib ekan, Sharqiy Turkiston mustaqil qilganqa planlarimizni ko'tarib, bir yil bo'ldi planlarimizni ko'tarib chiqqili deb o'zining ovozi bilan ishlagan videolarim bor. Shu ayni zamonimizdagi shu Abboq xo'ja davridagi ishlar hozir takror yuz beradi deb shundoq so'zlayapman. Ovozim shu boyaqi ovozningki keyindagi ismi haqida aytganim ma'vu ovoz. Buni tunugimni bir qo'ydim, yana bir anglab beqinglar. Kelgan insonlar sizning qanday odam ekanligingizga bog'liq beradigan bir kimlik bilan qanday sog' salomat holda Firavnning ordusidan qochib chiqqan Musoga aylandingiz degan bir savol chiqdi. Shundoq dinning ichidagi atalg'ularni, dinning ichidagi vaqaliklarni misol qilib turib, anikin o'zini Abduqodir Damo'lam bilan selishtirib, meni qo'llamaganligimni Abduqodir Damo'lam xas qilganlik bilan o'xshash degandek shundoq so'zlar bilan nima degan kishilarniki ideyasidan shundoq foydalanib, shundoq bir tashviqotlarni o'tirib chiqarib, faqat menlar shu maxsus partiya uchun yaratgan meni Xudoyim, shu ish uchun men muhojiratga chiqdim deb shundoq so'zlashi. Endi meni Xudoyimning bir buyrug'ini bor o'xshaydi. Men chetga chiqqandim o'yladim, meni chetga chiqishimda Allohning bir hikmati bor. Meni mush ish uchun chiqatdi bu hayotlik deb o'yladim men.
Şu an beni ötemdi, çanamdı, ben Xudayım elkinim deymiz. Sevizini poluğa atıp yaratkan de, Xudayım benim uş partiye atıp yaratkan ben de, çöme. İnşallah. Bir telefon kep kaldı. Tekrar koyup vermem uşundaq. Qoşaqlara bak, qoşaqlarıdan keyinkin partiyanın gittar bilan o'rinlangan naqshlari chiqidi, to'xtamay, Ko'pchilik qonunga buntuq qo'ng'iroqni ichib qo'yishinglarni umid qilaman. Yakshanba kuni yana o'xshash, oldingi yakshanbaga o'xshash yana partiya a'zolarining inkaslarini o'qiydigan yana bir mazmun bo'ladi. Ko'pchilik sizlarga partiyaga kirib qolsanglar, ana shunday kommunist inkaslarni yozgan bo'lib ketsizlar. deb shu partiyani aniq ichib ko'sib muloyizlarimni shunday YouTube kanalımı koyman. Söz erkinligini cheklash, sizlarniki söz erkinliginglar hujumkan, shaxsiyatiga hujumkan. Ashuni söz erkinligi deb qaraydigansizlar. Mening söz erkinligim o'zinglarniki narsasini muloyiza qilib o'tirg'i chiqarish, shularni bir muloyiza qilib beqinglar deb ma'lumotning qanday qaraysizlar degandek mazmunlarda mushlarni so'zlamoqchi. Endi mushundaq ideyalarni o'tirib qo'yib, ko'pchilikni birlikda nim qilishi, bir xil safarbarliklar bilan mushundaq ideyalarni tashviq qilib, partiyani kuylaydigan qo'shiqlarni to'qib, mushundaq bir xil ham dinni suiiste'mol qilgan holda hamda o'zininki butun qobiliyatlarni bir yig'alaydigan iqtidorim bor deydi-ku. O'zim men burungi oldingi 2 yilning oldidagi videolarda chiqqan men mushunday qila olmayman qarang. Men mushu o'zimniki cheklik bo'lgan iqtidorini, lekin bu muajiratdagi ham iqtidorliklarni bir yerga akila olmayman deb degan so'zlagan bir videosini mushu videomning ostiga inkas qismiga yozib qo'yamdim ya oxirgi olinish qismiga qo'yib qo'yamdim. Shularni bir anglab beqinglar. Anglanglar. Anandikin Gulshat Qodir xonimniki so'zlagan so'zligida mashida Uyg'urimizning ichidan chiqqan shu Sunjang bor-ku. Sunjangninki ayni vaqtda qanday qilib shu xalq orasidagi ota-onalarni Liangshan ko'liga yig'ib, shu taqqa yig'ib chiqqanligi ma'u Najmiddinki men iqtidorliklarni bir yerga yig'a olmayman degan hammasi uchun o'zaro o'xshaydi. Xitoy Kommunist Partiyasini chet elda qurib bergan desam, uni qabul qilmasanglar, Appa xo'ja davrimizdagi shu ishlar bilan o'xshaydi deb uni qabul qilmasanglar, bu amdichun shu zolimlar dasturi degan kitobdagi shu bir qadamlar bo'yicha oldingi qatimda bir qadamini so'zladim. Ashuni oldi bilan bir qisqa takrorlab o'tib, andan keyin qolgan shu zolimlar dasturidagi taktikalarni bir qilgan ishlarini Cumhuriyet Partiyasining kechida qilgan ishlari bilan o'zaro solishtirib qanday o'xshashliklar bor ekan. Tamam, uni kommunistlarniki vatanning sirtida qurib bergan tashkilotlarimizni yetim qoldirish, muajiratdagi Uyg'urlarni parchalash degandek maqsadlarni shular munosabatga deb qaramasanglarmi, shu zolimlar dasturidagi mushu nasan qilib, mushu Najmiddin chiqib o'tirgan butun hammani shunday kontrol qilaman deydi ekan, shunday bir sistem barpo qilaman deydi ekan. Zolimlarniki taktiklar bilan shunday bir kuchni qo'lga keltiraman deyibdi deganlarni o'ylanglar demoqchi. Birinchi bo'lib zolimlarniki taktikasi qanday bo'ldi? O'ziga ishonadi. O'ziga ishonib chiqib, o'tirib chiqib so'zlaydi. Men shunday plan o'tirib chiqdim, 1 yil bo'ldi planlarimizni ko'tarib chiqqilay degandek so'zlarni to'xtamay so'zlayotdi, davomli so'zlayotdi, kengayotdi bola. Believe in yourself, yana o'ziga ishonish deb shunday. Men Xudo tarafidan yevatilgan shunday chet elga faqat shu partiya uchun chiqib ekanman. Men qila olmayman ishni deb chiqdi. Angaldı bilan shu o'zini hammamizga o'xshash bir odam ko'rsatdi. Andan keyin seninki o'ylaydiganlaring shu, sening orzuying mening orzuyim, sening dushmaning mening dushmanim deb o'tirg'a chiqdi. Bir muncha planlarni o'tirg'a chiqdi, shuna qiladi. Ondan keyin qildigan ish qanday desanglar, inglizchada buni scapegoat deb qo'ygan, nima deymiz? Choose a scapegoat. Ma'lum bir İngilizceden de bevosita mundaq tarjima qilsak, bir yerdan bahona izlash, ya'ni boshqa bir narsalarga otib qo'yish. Texnik aniqroq tushuntirsam, masalan, butun dunyodagi hamma yerdagi odamlar ochiq bilan amsizlik ochiq bor, o'zining davlatdagi hukumatga qarshi ochig'i bor. Shuning bilan ular bir har qachon, har zamon birsini bir narsa deyishga tayyor turadi. Shundoq osonlam birsini ayıplaydıganға
Şu teyaturda bular işte devamlı atraptan öz içimizden düşman izleydi. Aslında İngilizce'deki mavu taktikasını nimdeydi desenler scapegoat deydiken bunu choose bir talaş scapegoat'un birini talaş. Mesela Hitler'lar zamanında kandak bolgan desenler bütün iqtisodniki nacharlashishini hammasini shu Jewish Yahudilardan ko'rgan hokimiyat peshiga chiqqan birinchi kundan boshlab mana shu persecution Jewish people shu Yahudilarni qirishga boshlagan. Uningdan boshqa shu rasmisini ilib ko'rsam bo'pti ekan, Google'dan rasmisini ilib har qaysi davlatlarniki shundoq. Masalan, Stalinmu kimni ayıplaydı? Bir ayıplaydı. Muştaq kişiler açığıda bir qo'zg'alib ketayotgan chog'da ular o'tirg'i bir dushmanni chiqarib berdi-da. Ashunga o'xshash dushman deb qarag'ini Hitlerninki Yahudilar. Stalinniki dushman deb qarag'ini shu Sovet boy pomshiklar, shu boy dehqonlar deymizmi? Ashularni o'tirg'i chiqarib shu mavzu mazgilda mashundaq boy pomshiklarni o'ziga dushman qilib elib, shularni boy pomshiklardan bütün shu boyliq mol mulklarini musodir qilib, pipan qilib yuradigan mavzuning davri bor. Stalin mashundaq Stalinmu boy pomshiklarni shu bütün moldan mulklarini chiqqan andan keyin bütün dunyo hech qanday xabari yo'q. Ukrainada açarçılık yüz bergan kishilar ochliqdan o'lib ketgan. Shu Stalinniki yurgizgan dehqonchilik siyosatlarining ta'siridan açarçılıklar yüz bergan. Uni qanday qiladi biz o'ziniki medialarda shu cover up media o'ziniki medialarda bütün rost uchurlarni maxfiy qoldirdi. Propaganda videolar bilan bütün shu uchurlarni egallab shu mediani egallab olgandan keyin bular Ukrainada yüz bergan açarçılıkning bütün dunyo xabarsiz qilib qoladi. Özü pul çıkırıp anandan keyin maxsus shu Amerikaniki New York Times'niki shu chaqlardagi gazet xabarlardami Stalin o'ziniki shundoq yaxshi bir image, shundoq yaxshi tasvirlangan bir yaxshi lider qatorida dunyoga ko'rsatdi. Amaliyotda bo'lsa, u yerda ocharchilik yuz berayotgan Ukrainaning ichidagi shu necha yuz ming deydi, shuni ochliqdan o'lib ketibdi ekan. U mashindaq ichidagi dushman shu boy dehqonlarni dushman qilib ko'rsatgan. Mavzuda shu usulni qo'llangan pomshiklarni dushman qilib ko'rsatgan. Bu Yahudilarni dushman qilib ko'rsatgan Hitler. Yana bir qora nim bor, Ugandaniki qora uning nim deydi ismini. Xudoyim, u mashindaq Asiyaliklarni shu o'ziniki davlatining ichidagi dushmanlar. Agar mush Asiyaliklar bizning Asiyaliklar degani u chaqda u Ugandaning ichidagi shu Hindistonliklar ekanda, Hindistonniki Angliya mustamlikasi ostida bo'lgan joyda nurg'ulg'an Hindistonliklar Ugandaga kirib shu generation after generation shu yerda o'tiraqlashib qolgan ekan, shu temir yo'lni nima qilib butun Ugandada yashayotgan Osiyoliklarni o'zining ichidan dushman qilib ko'rsatib chiqib bergan. Andan keyin bir kuni shu hokimiyatga chiqqandan keyin 90 kundan keyin 3 oy 1 yil o'tmayla mashundaq Aşnaq siyasətlərini yol qoyğan, özününki içindən aşnaq bir düşmənə çıxıb göstərib bəgən. Ananın bir gün radioga çıxıblar. Oşa Asiyalıqlar bütün həmisi öyüge qaytıb ketsin. Bularınki aşı bütün soğudu setiqləri əsli öz dövlətimizdəki adamları, özümüzdəki adamları başqırış gerek, soğudunu bizi yürgüzüşümüz gerek deyib özünün dövlətidəki aşı Asiyalıqlarını, yəni Hindistanlıqlarını çıxırıydı. Oşu adam Hindistanlıqlar öz vətənindən çıxıb ketken şu ularınki başqa bardığa yeri yox. Başqa dövlətlərə mağdığan çağda satadığını setib, satamağanlarını, məsələn, aşquşlarını, maşınның aşquşlarını şu aeroplan stansiyasına taşlab qoyub, həmin nəsini taşıyıb və Ugandadan ayrılışqa mecbur bolğan. Ular maşında bir oturdum bir nemi çıxırdı, düşman çıxırdı. Əmdi bizniki bu Şərqi Türkistan Cumhuriyetçiler Partisininki scapegoat degan bu nemisini qo'llanğani nima desanglar, Dünya Uyghur Qurultayını düşman qilib chiqarib berdi. Şunun ichidagi odamlarni ularni unda qilib ketdi degan hammasini shu ashunaq chiqardi. Shu masalan shu 10 kishilik imzo to'playmiz degan mazgildagi inkaslar qarsanglar, masalan Xudo bergan bir lamdoq yo'q, o'z taqdiriga o'zi ko'ngil bilmadiguvchilar harakat ko'tinglar deb maxsus imzoga safarbarlik qilgan ishlar bor. Bularninki asosliq imzaga safarbarliklarni mushu Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçiler Partisininki mushniki qilib chiqqan ishlari. Bu chog'da qarsanglar degan inkaslar bütün hammasi
imzo to'plash ishlari rasmiy turda boshlandi, xalqning saygak bo'lishini umid qilamiz deb bu 2 qatimliq imzosimi shu chog'da topilib qolgan chog'da shuna nima bo'lgan qaytadan o'zlari bekat to'rbatlarni qurib qaytadan imzo qildigan chog'larda mushlarniki tashviq qilganlarniki hammasi dunyo uyg'ur qurultayini o'tirg'a chiqarganlar shundoq o'tirg'a tashviq qilganlarniki hammasi Kani bu inkaslar muşlarınki aşkara partiya a'zolarininki mu inkaslarını gösterip çıkarmakçıdır mı şeyden? Şu zalimlar dasturi da qana qiladi. Aşağı dastlabki masalalarda shunday chiqadi. Ananiki şu birinchi qadamini besib bo'lgandan keyin ikkinchi qadamda shunday scapegoat ma'lum bir bahonani ko'rsatib berdi. Endi bu haqda Amerikadan doktor Mehmet Emin şuna yaxshi leksiyalari bor ekan, ularni bir anglab baqsanglar qanaqa bo'ladi desanglar, shu kollektiv ideya kontrolligi bor-ku. Masalan, Apaxo'ja haqida so'zlagan bir narsalar, shuni hozir birlikda ko'rib anglab baqaylik. Siyosiy psixika monopolligi deb partiya a'zolariniki psixikalarini o'zgartirdi deb, shu butun muhojiratda bir xil psixika monopoliga paydo qilish, siyosiy psixika monopoliga paydo qilish haqida boshqa so'zlagan narsalar bor, anglab baqaylik. Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolingiz? Men Amerikadan doktor Mehmet Emin. Men bugun siyosiy psixika monopolligi degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Bu leksiya shu oldin qatim so'zlagan qarang'u psixologiya va psixikalik monopollik degan leksiyaniki davomi bo'lib, men oldin qatim bu to'g'risida keyin-keyindan leksiya so'zlab o'tdim. Uning bir Oshlarni mamsini bir ko'r boshdan ko'rib baqsanglar bo'ladi. Meningda muhim qismlarini men ovozini misol ishtiklatib o'tkazdim. Aşağıda birden hazır men so'zlagan zolimlar dasturining ichidagi ikkinchi qadam bor bu. Mush o'tirg'a chiqib o'zi bir tunilgandan keyin qiladigan ishi o'z ichidan bir dushmanni ko'rsatib berish. Intayin bir nima bu? Butun har qaysi zolimlar unumli holda ishlatgan shunday bir taktika. Mushu taktikasini hozir Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçiler Partisi shunday hozir mushu o'tgan 2 yilda bo'lib o'tgan ishlardan diqqat qilsanglar, shunday o'tirg'a chiqaryotdi. Deganimdek şu Stalin şu bay pomishlarni, bay dehqonlarni o'ziga dushman qilib, Ukrainada necha yuz minglagan odamninki ocharchilikdan o'lib ketishiga sabab bo'ldi. Mao Zedong shu usulni aniq qo'llanib, shu pomishlarni pipan qilgan ishlar chiqdi. 10 yil madaniyat inqilobi shunaqa ishlar yuz berib ketdi. Undan keyin bayqi nimani ko'stay ismi kimdi? Idi Amin Qo'day emasmi Ugandaniki nimasi o mashindaq o'z davlatidagi ko'chmanlarni deb qaraydi, o'z davlatining ichida shunday cultural ishqilib o'zining bir guruh odamlarni shunday kamsitilgan anonligini rasmiy holda bir kun tuyuqsizlama o'tirg'a chiqib bizningki davlatimizniki iqtisodini o'zimiz boshqarishimiz kerak, hargizmi ko'chmanlar boshqarmasligi kerak deb shu o'zining davlatidagi osiyoliklarni, ya'ni Hindistondan kelgan ko'chman emas, amaliyotda shu yerda necha yuz yillardan beri, necha yuz yil deyman, 2-3 avlod ashiyada tug'ilib, ashiyada cho'ng bo'lib, shu yerning iqtisodiy qattiq qo'shayotganlar. Shularni o'tirg'a dushman qilib chiqib berdi. Gitlerning mazgilda Yahudiylardan buni men so'zlamasam aniq bilasizlar. Hozir bu Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçiler Partisining o'tirib bizga chiqib mana deb ko'rsatib bergan bir narsa Dunyo Uyg'ur qurultiyi. Mushuning a'zolari butunlay hammasi mushundaq xudo bergan birlamdoq yo'q deb mushundaq shu maxsus imzoga kuchayotganlarchu imzoga eng chong to'p qo'shganlar Sharqiy Turkiston Cumhuriyet Partisi. Shuning ichidagi a'zolar. Başına işler oldu hem. Onlar mesela körüp duruyorlar muşlarını ki yüz belgelikini mu ameliyatı bağışlarımız mana muşundak oldu diye mulaysa oturup çıkıp koysam yana kabul kılamazsam o zamanı ki neydi ki mesela tamam kolektif siyasi monopolluk da muşu idealarını oturup çıkarışı bakı şu zalimler dasturunun içindeki scapegoat deydiğen taktiksi aşını bunu Uygurca leksiya arqılı bir ko'rib tushunaylik. to'g'risida qisqa bir tushuncha berib o'tgan. Bugun men shu siyosiy psixika monopolligi to'g'risida qisqacha bir tushuncha berib o'tmoqchi. Tövəndə diqqətinizlə leksiyanın təfsilatı olsun. Siyasi psixika Muşunun hər bir ağan misalları bilan əməliyyatımızda yüz bergan işlarni ko'pchilikda bir tarafdan anlag'ach, bir tarafdan o'ylab baqaylik. Monopolluq yoki siyosatdagi psixika monopolligi degan vaqtda
u tashviqot va siyosiy munozara texnikalardan tarkib topgan bo'lib, u ma'lum insonning ma'lum siyosiy g'arziga yetish uchun keng xalq ommasining qo'llashiga erishish maqsadida raqibini salbiylashtirish va o'zini maqtash taktikasidir. Texnik meni qilib aytgan vaqtida siyosiy psixika monopollik yoki siyosatdagi psixika monopollik degan vaqtida ma'lum shaxsning ma'lum siyosiy maqsadga yetish uchun raqibining obrazini xunuklashtirish va uni inkor qilish. Ham shundaqla o'z iqtidori va natijalarini mubolag'a qilib ommaga reallikqa uyg'un bo'lmagan va'dalarni berish orqali ularni o'ziga agashtirishni va yoki ularning qo'llashiga erishib, ular orqali o'z maqsadiga yetishni ko'zda tutadi. O'sha yerdagilarni o'ylab beqinglar. Nima ishlar yuz berdi? O'tgan 2 yilda men birinchi qatimliq shu 2 yilning oldida bir partiyadan qutulib, yana bir partiyaga tutilib qoldik deydi. Ana shu videodan bir boshlab arqa-arqadan mulohazalarni so'zladim. Shu jarayondan tortib hozirga qadar bo'lgan o'tirdik ishlar. Mana siyosiy psixika monopolligi deganning ichidagi mana masalalar. Nima ishlar bo'ldi? Ma'lum bir shaxsning ma'lum bir siyosiy maqsadga yetish uchun bir partiyani qurib chiqib, boshindaq bir o'ringa chiqish uchun, kuchli bir sistemani barpo qilish uchun o'ziniki raqibining obrazini xunuklashtirish deydi. O'ylab beqinglar, nima ishlar yuz berdi? Ular o'zaro aloqa nima deymiz? So'zlamay anglaylik. Mana bu siyosiy psixika monopollik yoki siyosatga psixika monopolliginiki konkret va reallikqa uyg'un bo'lmagan va'dalarni berish orqali ularni o'ziga agashtirishni va yoki ularning qo'llashiga erishib, ular orqali o'z maqsadiga yetishni ko'zda tutadi. Mana bu siyosiy psixika monopollik yoki siyosatga psixika monopolliginiki konkret mazmuni. Undaqda bu siyosiy psixika monopol qilishninki qanday konkret usullari bor yoki siyosiy jihatda boshqalarga psixikalik monopollik ilib berib, o'zining siyosiy g'arziga yetmoqchi bo'lgan insonlar qanday taktikalarni qo'llanishi mumkin degan vaqtda, birinchisi xalqning mavjud vaziyatga bo'lgan noroziligidan unumli foydalanishi mumkin. Ikkinchisi raqibini unumsiz va loyaqasiz deb ta'riflab, uning tirishchanligi va qo'lga keltirgan natijalarini tamoman inkor qilishi mumkin. Uchinchisi hozirgi holatning davomlashishi. Inkor qilishlarni-chu İnkar qilishlarni fidoilar ekraniga chiqib so'zladi. Uni ayrim tayyorlab qo'ydim. Uni bir so'zlayman. O'zining ovozini mushta chiqarib turib. Menga so'zlagan ayrim gap qilgan. Ular nima ish qildi? Oshig'iz hech nima ish qilmadi-ku degandek ashuna gaplar nima-chu? Mana shu ikki oldida shu birdan chiqargan. O'sha tizimlikni ichib bir ko'r temsiga qarab yurib bo'lsin, bir izlab tepib bir ko'ringlar. Shu hozir degan gaplarninki Ma'vu leksiyaning ichida chiqayotgan gaplar amaliyotda yuz berayotgan ishlarniki aynisi umidsiz va hech qanday natija chiqarmaydi deb tasvirlab, uningda butun o'zgarish hosil qilishning zarurligini ta'kidlash mumkin. To'rtinchisi, hozirgi vaziyatni o'zgartira oladigan birdan-bir odamning o'zi ekanligini ta'kidlash mumkin. Allah, shu Cumhuriyetçiler Partisi'ni da'vatudu deblam tushuninglar. Bu yerda u bevosita undaq olmagan bilan leksiyaning ichida undaq bir kimlarniki bevosita ismini atab turib mundaq bo'lyapti demagan bilan men atab turib da'vataman Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçiler Partisi. Ikkinchisi, zarur bo'lganda texnik tahdidlik dushman va qo'rqinchli vaziyat yaratish orqali o'zining bu tahdid va vahimalardan g'olib kelaoladigan birdan-bir inson ekanligini alohida ta'kidlashi mumkin. Oltinchisi, foydali ahvol va natijalarni o'zining to'pisi qilib tasvirlashi mumkin. Mana bu shu siyosiy jihatda boshqalarga psixikalik monopol qilish orqali o'zining siyosiy maqsadiga yetmoqchi bo'lgan insonlar qo'llangan konkret taktika usullar. Siyosiy psixika shundoq dedim-ku. Yana bir to'xtab qo'yib o'zimniki yana o'ylaganlarni qistiray. Oldingi videodim dedim bir xil ilohiy kuchninki ta'siridan shundoq shu ishni qilishga barpo bo'lgan, shu ishni qilishga yaratilgan degandek-ku. Iroqninkini so'zladim. Saddam Husayn o'zini Allohning evatgan Iroqni boshqarishga evatgan rahbar deb xalq singdirganini, Shimoliy Koreyanikini so'zladim. Hozirgi Kim Jong-unning dadasi Kim Il Sung degan kishi tug'ilgan vaqtda qishning tuyuqsiz bahor pasiga aylanib ketishi, kunlarning kechilib ketishi, osmonda so'ysam paydo bo'lishi, bir yulduzning osmonni kesib o'tganligi degandek shunday rivoyat shaklidagi. Ammo u Najmiddinninki o'ziniki men partiyaga shu partiyani qilish uchun yaratgan, meni Xudoyim shu ishga yaratgan deb. Endi meni Xudoyimning bir buyrug'ini bana o'xshaydi. Men chetga chiqqandim o'yladim, meni chetga chiqishimda Allohning bir hikmati bor. Meni shu ish uchun chiqatdi bu hayotlik deb o'yladim men. Shu meni o'tamdi, chanamdi, men Xudoyim ilqinim deymiz. Sevizini pologa atab yaratganda
Xudoyim meni mush partiyaga atab yaratgan bandichu men. İnşallah. Bir telefon kelip kaldı. Aşında qaranglar. Özününki şəxsi g'arizi o'tirg'i chiqish uchun birinchi bo'lib qildigan ishlarim shundoq o'zini alohida qilib o'tirg'i chiqarib aniki taktikalar borku o'ziniki raqibiy deb qaragan oldingi videoda degan shu boshqa barliq tashkilotlarni ularniki hech nimaga oqmaydi shunlarni chiqib tashlashimiz kerak pachaqlab tashlashimiz kerak degan gaplarni og'zidan chiqqan gaplarni video qilib chiqardim va u taktikalarniki yana birdan diqqat qilsanglarchi hozirgi shu qilayotganlarniki raqibniki unumsiz layoqatsiz deb ularniki tirishchilik qo'lga keltirgan qo'llanilgan konkret taktika usullar siyosiy psixika monopol qilish siyosiy jihatda boshqalarni qoyil qilib ularning qo'llashiga erishishdan butunlay farqli siyosiy psixika monopol qilishda samimiyat bo'lmaydi uningda qarshi tarafni inkor qilib va bo'lmalab suiqasd nazariyasidan foydalanib tahdid va vahima paydo qilib o'zining bu vahima va tahdidlarni hal qilishdagi mo'yinligini ko'pirish orqali boshqalarning qo'llashini qo'lga keltirishga urinadi siyosiy jihatda boshqalarni qoyil qilish bo'lsa o'zining tajribalarini va o'zi erishgan natijalar bilan o'zi kelgusida ishga oshirmoqchi bo'lgan planlarni asos qilib turib raqobatchisining bu jihatdagi ojizlik va kamchiliklarini qo'shimcha qilib turib boshqalarning qo'llashini qo'lga keltirishga tirishadi Müşerige gaplarga diqqat qilganlarmi bularniki natijasi nima shunday sistem barpo qilyapmiz bu partiya a'zolarimiz palonchi deb 2 yilning oldida 1500 a'zozimiz bor degan qurultay qurulg'i qancha bo'ldi uning ichida qancha odam bor ekan ularning taraqqiyoti qanday ekan degandek shundaqchi ma o'zlariniki qilg'ashini shu odam to'plashdan boshqa ish qilmadi bular odam yig'ishdan boshqa ish qilmadi bu shuni shu siyosiy psixika monopol taktikalar mana bu siyosiy psixika monopol qilish bilan siyosiy jihatda boshqalarni qoyil qilib ularning qo'llashiga erishish orasidagi tub farq siyosiy psixika monopol qilishniki maytini to'nib yetish boshqalarning siyosiy g'arziga yetish uchun bizni qo'llanishdan saqlanishda alohida ahamiyatga ega biz her daim boshqalarning g'arziga va samimiyligiga alohida diqqat qilishimiz mustaqil tafakkur qilishimiz boshqalarning bizni qo'llanishidan bizdan foydalanib o'z maqsadiga yetish va umumlikning manfaatiga ziyon solishdan saqlanishimiz kerak hammalardan foydalanadi xolos shu videosidan ayrim chiqaray men shundoq iqtidorim bor hamma iqtidorliklarni biriga egalaydigan iqtidorim bor deydi Sungjonga o'xshashchu Aşağı iqtidori bor. Mana bular mening bu leksiyani so'zlashimninki asosiy maqsadi. Bugungi bu leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammalarning diqqat berganlarga ko'p rahmat. Ko'rishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat. Aşağı degan 2 leksiya bor ekan, shuni ko'pchilik tan anglab siyosiy psixika monopolligi debchi shuning ichidagi taktikalar borku shu taktikalar zolimlar dasturining ichidagi taktikalarning birinchi ikkinchi ashuna qismlarining kichik qismi shu butun tarixda o'tgan shu kimlar zolim rahbarlar shu diktatorlar borku ashuni hammasiniki qilayotgan ishlari birdan shu kitobda chiqadi Tamam bugün tünegün birini sözledim, bugün yana birini sözledim qadamlarning ichidagi tunegünkisi shu believe in yourself deb o'tirg'i chiqadigini, men shuni qila olmayman, men shunday planni ko'tarib chiqdim deb o'tirg'i chiqdi-ku. Ammo shu o'tirg'i chiqib ma'lum bir mazgil yetganda bu zolimlarniki dastur taktikasida ma'lum bir o'sha nimaga bir tayyorlik qilib tutganda bir strike qiladigan vaqti bor. Meningki nazarimda bular vaqtni xato tanlab o'tirg'i shunday chiqib qoldi bularchi. Bo'lmasa bu zolimlarniki bu taktikasini birdan ming'an bo'lsa har qanday odam qila oladi. Absolute power degani uchun har qanday odam erisha oladi. Shu kitob bo'yicha birdan ma'loladigan bo'lsa. Najmiddin shu bir yo'l bir qadamdan shu partiya Sharqiy Turkiston Cumhuriyatchilar partiyasi shu partiyaning nomida shu qilayotgan ishlari uchun shu zolimlar dasturining ichidagi xato vaqtda chiqib qoldi deganda shu indigenous jadal chiqqandan keyin imzo vaqtlari bo'ldi-ku. Shu vaqtda o'tirg'i chiqiblar hammasini o'zini oshkor o'tirg'i chiqib bayonotnomalarni berib shunaqa qo'ydi. Amaliyotda vaqti pishib yetilmagan edi. Agar men partiyaga kirib qolgan bo'lsam qaltis joyda mong'izit ekanman bu razil maqsadlarini ishga oshirish uchun
vaqtida qılamay qaldı, xalas şu vaqtınki özdə. Texi pişib yetilmedi, ətrafı texi adamdan texi şu hazır şu dedim bu. Aşındaq bir basquşda bolğandan keyin bu aldın ala oylağanlarını açıp sözləb məşındaq. Mülayiza xarakterdəki bir nəsləni sözləb atman. O imza toplaş məzgildəki oturğa çıxışı sal aldırıb qaldınız. Aldırıb qaldınız. Da zalimlar dasturudaki şu birinci qadamda meni pulplan bu qadamda baldırmaymışsınız xata bo'lib qoldi. Dedim bu bir məsələ çıxandan keyin ki bularniki ikinci taktikasi nima? Scapegoat. Özünki bir ishni qilolmayotganligini әммеден әмме zalimlar shundoq bir bahonasini o'tirg'a chiqib berdi. Bu Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçiler Partiyasiniki bizga o'tirg'a chiqib bergan scapegoat nima desanglar? Qurultay. Boshqa zalimlarchi Hitler Yahudilarni, Stalin Baydixonlarni, o'xshash usul bo'yicha Mao Zedongmi Komishlarni, Baydixonlarni. Ugandadagi-chu özünün dövlətdəki köçmən deb qarab alğanlarını, yəni Asiyalıq, yəni Hindistanlıqlarını, şularniki mal-mülkini satqızıb, musadir qilib, bütün vətəndən bıraqlam qoğlab çıxırdı, qoşunun oxşaş. Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçiler Partiyasininki o'tirg'a chiqib bergan scapegoat qurultay. Bu siyosiy psixika monopolidan foydalanib qilgan ishlari birdan taktikasini doktor Mehmet Emin'ninki siyosidan ko'z tiqmadim. Ata, yana o'xshash vaqtda, yana shu asosan tushdim burunliq vaqtda, yana barliq shu Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçiler Partiyasi haqidagi so'zlaganlarim yana davomlashadi. Oldingi videoda apa hocalarga selishtirib, aynan degan gaplarini va qo'shiqlarini o'tirg'a chiqdim. Kelayki qatimliq videolarimda şu partiyaniki kitoblar o'rinlangan naqshlarni anglaysizlarmi? O'xshash vaqt ko'rishaylarda, hammalar Allohga omonat.